Shu odat zo'r odat mana. Ovqatni yeb hozir menga zo'r opoqim zo'r gap aytdi. Chiz bormi, chiz qolmadimi sen? Nima biz 32 ta tishim bo'lmagani bilan 32 ta nevaram bor. O'shalar shimdan. Ashlar tishi bilan yeyapman. Qarang. Opoq hozirgi yoshlarga nima deysiz? Nima nasihat berasiz? Nima qilsin, nima qilmasin? Hayır, yoshlar nima qilamiz endi. Bayramlar nima qilish? Ota-onasini duosini olib, xizmatini qilib, nima qilamansa ishlarni chiroyli xursandchilik qilib yursin. Ota-onasiga gap qaytarmasin. Xo'p, nima desa, xo'p, bo'pti. Opoqi mana yosh yurishingiz sababi nimadan bu? Mana yaqindan ko'rsatyapman. Terilaringizda deyarli hali ajin bir osilib ketgan joyi yo'q mana. Hamma yo'q. Nimadan bu? Mana chiroyda anaqasi sabab. Ishlarni men pastidan ish qilib yurganman-da. Ha, mehnatni ishga mehnat qilganman. Ishga boraman, ertamadan turaman, bol qo'ylarni qarab qo'yib, ishga chiqib ketaman. Ha. İşga chiqib ketib, ishdan keyin yana nimani ishiga boraman, pochtada ishlardim, pochtaga ketaman. Pochtadan kelib, yana nimalarni berib bo'lib, yana ishga kiraman. 5-6da birovni uy solaman, pol qilaman, patrul qilaman. Qo'l mehnati. Qo'l mehnati, hammasi qo'l mehnati. Biz ham hali uyni tomini yopgan edingiz. 15 yilcha o'tib qoldi. Tog'am bilan borib yopuvdilar. Yaqinda bir 10 yil 15 yil bo'ldi xolos. Shunga ham yaqingacha ham o'z ish qilib yuruvdingiz-da. Yaqinda ham nimagacha ish qilganmiz-da. Nechinchi yilda o'ylamiz. 95-yilda ish qilganman. Mana shu uylarda ham mana shu uylarda o'zingiz qilgan ekansiz, ham yo'qmi? Deraza eshik. Ulardan o'zim qilganman. Bunga ham yo'q, o'zingiz yopib. Ha, bo'pti. Bo'lmasa tavakkal qilaverardim-da men. Men ustiga shogird chiqarmam yo'q. O'zingiz taxminan qilamidingiz? Taxminan qilardim. U paytda anaqalar yo'q-da, urumin narsa lazerlar bo'lmaganda, to'g'rimi? Mana shu kerak bo'lsa, urumin lazerdan solgan uylardan ko'ra uzoq turibdi. Nechinchi yil tushgan mana shu uylar? 79. 79-yil. 80 deb hisoblasak ham 79da tushgan. hozir necha yil bo'lyapti? 45-46 yil bo'lyaptimi? 45-46 yil o'tgan shu uylar. Taniq turibdi hali ham. Xo'p, sizga qolsa hali ham ish qilasiz, hozir ham? Ha, hozir ham. Qani bu yog'im bo'lsa ish qilaman. Ish qilay deb turaman. Hozir ham ish qilaman, o'tin yoraman, o'tin qirqiyman. Hozir ham. Hozir ham? O'tinda aralab bo'lib o'tinlarni. Alloh umringizga yana umr bersin, Alloh. Sizga kuch-quvvat, opoqi charchamang.